1903 yil Toshkentda tug'ilgan. U o'zbek she'riyati va nasrining rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning Shumbola asari 1936 yilda yozilgan. O'quvchilar tomonidan juda iliq kutib olingan. Shumbola qissasi sho'xlik va sarguzashtlar ortida yotgan chuqur ma'noni ochib beradi. Shumbola qissasida asosiy qahramon 14 yoshli o'spirin yigit Toshkentdagi mahallalardan birida yashaydi. Uning sarguzashtlari, do'stlari bilan birga o'tkazgan sho'xliklari, vaqti bilan yolg'onlari orqali yuzaga kelgan kulgili holatlari asarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bu qissa o'zbek xalqining urf-odatlari, mahalla hayoti va o'sha davrning ijtimoiy muhitini aks ettiradi. U Shumbola edi, biroq o'zgacha shu. Har bir sho'xligi ortida mehr, sadoqat va orzular yashiringan edi. G'afur G'ulomning Shumbola asari kulgu va ibratga boy bir hayot hikoyasi. U nafaqat Shumbola emas edi, u bizning ko'chamizdagi har bir bola edi.